Namozda adashish haqida. Namoz o'qiyotganimda ba'zan adashib qolaman. Shunda namozni buzib, boshidan boshlashim kerakmi yoki davom ettiramanmi? Shunga oydinlik kiritib bersangiz. Bismillahirrohmanirrohim. Kishi namozda necha rakat o'qiganini bilmay ikkilanib qolsa, bu ikkilanish umrida birinchi marta bo'lsa, namozni buzib yangitdan boshlaydi. Agar bunday ikkilanish birinchi marotaba bo'lmayotgan bo'lsa, gumonining g'olib, ya'ni ustun tarafini oladi. Masalan, 2 rakat o'qidimmi yoki 3 rakatmi deb ikkilanib, keyin 2 rakatligiga gumoni ko'proq bo'lsa, 2 rakat o'qibman deb namozni davom ettiradi. Agar gumoni g'olib bo'lmasdan, ikki tomon ham bir xil bo'lsa, ozini oladi. Masalan, 3 rakat o'qidimmi yoki 4 rakatmi deb ikkilansa va gumonida ikki tomon ham bir xil bo'lsa, ozini oladi. Ya'ni 3 rakat o'qibman deb namozini davom ettiradi. Lekin namozining oxiri bo'lishi mumkin bo'lgan o'rinlarda qa'dai oxirga o'tiradi. Masalan, 3 rakat o'qidimmi yoki 4 rakatmi deb ikkilansa va gumoni ham bir tomonga ko'proq bo'lmasa, balki ikki tomon ham bir xil bo'lsa, ozini oladi. Ya'ni 3 rakat o'qibman deydi, lekin qa'dai oxirga o'tirib attahiyotni o'qiydi. Chunki farazan 4-rakatda bo'lsa-yu, qa'dai oxirga o'tirmasdan turib ketsa, namozi buzilar edi. Attahiyotdan keyin turib, yana 1 rakat o'qib, sajdai sahv qilib, namozini tugatadi. Muxtasarul Viqoya kitobidan. Bu haqda hadisda shunday keladi. An Abdurrahman ibn Auf radhiyallohu anhu qala: Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Idza shakka ahadukum falam yadri awahidatan salla am ithnatayn falyabni ala wahidah wa illam yadri athintayn salla am thalathah falyabni ala ithnatayn وإن لم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليبني على ثلاثة ويسجد سجدتين إذا سلم. رواه الإمام أحمد والإمام الترمذي. يعني Abdurrahman ibn Auf radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qachon biringiz namozida unutib qolib 1 rakat o'qidimi, 2 rakat o'qidimi bila olmay qolsa, 1 rakat o'qidim deb olsin. Agar 2 rakat o'qidimi, 3 rakat o'qidimi bila olmay qolsa, 2 rakat o'qidim deb olsin. Agar 3 rakat o'qidimi, 4 rakat o'qidimi bila olmay qolsa, 3 rakat o'qidim deb olsin va salom berishidan oldin 2 ta sahv sajdasini qilsin dedilar. İmam Ahmad va Imom Termiziy rivoyati. Vallohu a'lam. O'zbekiston musulmonlari idorasi Fatvo hay'ati